Assalomu alaykum akalar. Matiz avtomobilini so'ragan akalarimizga Stalnoy-Svetdagi 2009-yil Matizimiz. Bu Matizimizni yurganlari aniq emas ekan, tablo qotib qolgan ekan, lekin mashinani ichki holatlarini ko'rsatib o'tib ketay. Birdaniga ichki holatlari chiroyli holatda ekan. Tashqi holatlari ham juda chiroyli ekan. To'rtta ballonlari o'rta holatda. Mashinani kaltagi yo'q deyapti ichki qatida. Bütün ekan, mashina hamma joyda oldi, orqa, yonboshlari hamma joylari bütün ekan. Mana orqalarini ham ko'rsatib o'tib ketaman. Kraskasi mashina tomonda eshikda mana chizig'idan pastida yuzaki sepilgan, chizilganini hisobiga deyishyapti. Qolgan joylari bütün kraskasi yo'q deyishyapti. 2009-yil H9 Stalnoy-Svetdagi Matizimiz, gazlari bor ekan, konditsioner, gidravlika, hamma narsasi bor ekan. Bu mashinamizni narxiga keladigan bo'lsak, oxiri so'ralmaydigan qadalganini $2800 deyishyapti.